to'xtang. 2 sekund agar gapimga quloq solsangiz, men sizga hayotingizni o'zgartiradigan bitta imkoniyatni aytaman. Agar sizda moliyaviy savollar qiynab, ertalab turgan vaqtingizda boshingiz moliyaviy savollar tufayli og'riq bilan uyg'onadigan bo'lsangiz, bu siz uchun. Ijtimoiy tarmoqda siz va biz kabi oddiy insonlar daromad olib yashayapti. Moliyaviy ahvolini juda yaxshilab olgan, kreditlarni yopgan, uylar sotib olyapti. Har xil o'zlarini ushalmagan orzularini ushaltirishyapti. Bolalariga imkoniyatlari yetishmagan joylarini imkoniyat qilib berishyapti. Eng qizig'i, kelajak uchun ham yana zamin yaratishyapti. Menda shunday imkoniyat bor. Qiladigan ishingiz menga o'xshab ijtimoiy tarmoqlarda ishlaysiz. Sizni qo'lingizdagi mobilniy telefoningizni o'zi yetarli. Uni bilmayman yo yoshim qari, telefonni boshqara olmayman kabi qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bizda o'quv kurslari bor. Bittalab o'sha kerakli tochkalarini bostirib, qaysini bossa qanday bo'lishini o'rgatib, tushuntirib olib boriladigan o'quv kurslarimiz bor. U bepul. Siz ham bir vaqtda o'zida daromad ola boshlaysiz va ma'lumotingiz osha boradi. Buning uchun siz hech qanaqa qaram bo'lmaysiz hech kimdan. O'tirgan, turgan, yurgan, o'zingizni doimiy ishingizni qilib turgan holatda bajarishingiz mumkin bo'lgan ish. Kimda mana shunaqa yashashga, ertaga moliyaviy qaram bo'lmaslikka, bola chaqalari uchun, o'zi uchun bu dunyoda erta paymonasi to'lganda afsus, shu ishlarni qilmayman yoki shundaqa imkoniyatlarga erisha olmadim degan xohishlarini bajarishi uchun, havaslarini yo'lga qo'yishi uchun xohish bo'lsa, men Telegram botimga telefon qilishingiz ham mumkin, silkadan murojaat qilishingiz ham mumkin. O'rgataman, o'rganasiz, men kabi daromadga chiqasiz. Kutaman.